O'tgan videomizda to'g'richoq modellarimiz haqida ma'lumot bergan bo'lsak, bu safargi videoda Avirlog mashinkalarimizni qisqacha tushuntirib o'tib ketamiz. Jack E3 modelidan boshlaydigan bo'lsak, bu mashinkamiz ham magnitli motor bilan jihozlangan, o'zining miyasi mashinkani stolining yon tomonida joylashgan bo'ladi. Bu mashinkamizning tezligi 5000 hisoblanadi. Bu mashinkamizda lapka ko'tarishi, ip uzishlari barchasi ruchniy hisoblanadi. Jack E4S bu mashinkamiz sal takomillashgan bo'lib, bu mashinkamizda ekrani platasi mashinkani o'zida jihozlangan. Maksimal tezligi bunda ham 5000 bo'ladi. Svetini yarkisini o'zgartirishingiz mumkin, yana tishini ko'tarib tushirishni ligrovka qilishingiz mumkin. Jack AX bu mashinkamiz E4S ga o'xshaydi, lekin tezligi 6000 hisoblanadi. Svetini yarkisini ko'tarib tushirishimiz mumkin. Yana bu mashinkamizda E4S dan farq qilishi materiallik chiqqanda o'z avtomatik tarzda ip uzib bera oladi. Legendarning S4 modeli bu mashinkamiz anchadan beri ko'p tikuvchilarimiz biladi. Maksimal tezligi 7000 hisoblanadi. Gapira oladi bu mashinkamiz. O'zi lapka ko'taradi, o'zi ip uzib beradi. Bu mashinkamiz 3 xil rejimda ishlaydi: avtomat, polavtomat, ruchniy rejimda ishlaydi. Bu mashinkamizda oyoqsiz shunday materialni olib kelsangiz o'zi tikib bera oladi. S5F bu mashinkamiz xuddi S4 ga o'xshab avtomat, o'zi lapka ko'tarib, o'zi ip uzadi, lekin unga qaraganda buni yaxshi bu mashinkamiz S5F S4 ga o'xshab avtomat hisoblanadi, lekin S4 ga qaraganda farqi S4 da magnit qo'yilgan bo'lsa, lapka ko'tarish, ip uzishlariga bu mashinkamizda shag'viy motor qo'yilgan. Bu esa mashinkamizda ancha shovqinsiz ishlashga yordam beradi. Keyingi modelimiz S6F bu ham S5 ga o'xshagan, lekin bu mashinkamiz qalin yupqa materialga qarab buni ham elektronli tarzda sozlashimiz mumkin, ya'ni AMH yupqa qalin o'rta materiallarga elektronli ekrandan turib sozlashimiz mumkin. Bu mashinkamiz S6 plus Wi-Fi, ya'ni buni ham o'tgan safar to'g'richoqda aytib o'tganimizda elektronlashtirilgan katta fabrikalarda tikuvchi o'tirgan joyida Wi-Fi orqali mexanika bog'lanib mashinka haqida ma'lumot berish mumkin. Urus mashinkamizga keldik. Bu mashinkamiz ham polni avtomat hisoblanadi, qalin yupqa material tanlamaydi hamda o'zi qalin yupqaga moslasha oladi. Bu mashinkamiz ekranda taxometrga o'xshagan, ya'ni mana bu yerda o'zi sveti bor, material yupqa qalinligiga o'xshab sveti o'chib yonadi. Yupqaroq material bo'lsa pastkisi, materialning qalinligiga qarab mana shu sveti o'chib yonadi. Bu mashinkamiz material tanlamaydi, qalin yupqaga o'zi moslasha oladi. Bu mashinkamizda hech kim hech qayerda bermaydigan garantiya, ya'ni elektronika qismiga umrbod garantiya beriladi. Bundan foydalanib qoling. Ushbu ko'rsatib o'tilgan mashinkalarimiz haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Agarda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar orqali xarid qilishingiz mumkin.